Assalomu alaykum. Bizning Shovotliklar YouTube kanalimizning hurmatli obunachilari, Komiljon Otaniyozov istirohat bog'idamiz bugun. Bugun bu yerda Komiljon Otaniyozov istirohat bog'i yarim remont holatida bo'lishini qaramasdan, lekin bu yerda bayram kayfiyati zo'r. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib kuzatadigan qadrdon insonlar hammangizni bugungi sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan quvonchimiz cheksiz. Hammangizni bugungi 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan chin qalbdan samimiy tabriklaymiz. Kelajagi sog'lom yurt ibratli bo'lur deganlar. Baxtimizda bolajonlarimiz omon bo'lsinlar, katta bir inson bo'lsinlar. Muhtaram yurtboshimizni ishongan farzandi bo'lsin, jonajon O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan eng katta hissalarni qo'shadigan farzandlardan bo'lsinlar. Baxtimizda boy bo'lsinlar. Bir shoirimiz satr yozganlar. Dardlar ko'p qalblarga g'am chekkan oni, qiynamanglar zinhor haq bergan jonni. Agar izlab kelsang butun sahroni, bolaning ko'z bilan ko'ring dunyoni. Boriga shukr qilaylik, yo'qiga sabr, iymoningiz qalbdan topmasin jabr. Bor bo'lsin desangiz sahro-yu kabr, bolaning ko'z bilan ko'ring dunyoni dedi. Bolajonlar hammangiz tabriklaymiz. Xudoyim shu nima dedi? Ota-onalarni baxtini ko'rish, duolarni olish har bir farzandga nasib etsin. Farzandlarning baxtini kamolini ko'rish har bir ota-onaga nasib etsin. Bor bo'linglar, bayramingiz muborak bo'lsin. Bu kanalda YouTube turgan Bahodir Ro'zmetovni alohida o'zining ishlarini omad tilab qolamiz. Xudoyim shu podpischangiz, obunachilar kundan-kunga ko'payaversin. Like'lar bosilaversin, kommentarlarda yaxshi gaplar aytilaversin. O'rtoqlar, bu og'izdan yaxshi gap ham chiqadi, yomon gap ham chiqadi. Bu miya to'lqinida yaxshi gap ham aylanadi, yomon gap ham aylanadi. Xudoyim shu yaxshiliklar diydor ko'rishadi. Bizda bitta shior bor. Faqat yaxshilikka bir qalam shior ostida oilangizda yaxshiliklar bosh nasib etsin. Shu o'rinda sizlarga aytib o'tishimni yana bir lozim topdim. Agar kimda reklama kerak bo'lsa, joy sotchoq bo'lsa, joy oljoq bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Pastda telefon raqamlari joylashtirilgan. Do'g'lay kunlari, yana shavot tabriklar orqali do'g'lay kunlar botibdilar. Oilangizda kimnidir xursand qilmoqchisiz? Musofirda bo'lganingiz ahamiyati yo'q. Lekin inson bilan qalbingiz yaqin bo'lsa, murojaat qilsangiz, bajon ishlar botib xizmat qilamiz nasib etsa. Mana shu yerda yana bir narsalar aytamiz. Shu yerda bizlarni Shavot istirohat bog'ida joylashgan amfiteatr majmuasida ochiq maydon bo'yicha amfiteatr majmuasida shu yerda necha yildan beri xizmat qilayotgan inson, katta bilan katta, kichik bilan kichik bir kamtar insonimiz bor. Bu shebada Latifov gaplar bersa ustoz yana ustoz qachon tadbirlarda faol ishtirok etadi ustoz. Ustoz bir tabriklab bering ustoz. Rahmat, hamma bolajonlar tabriklayman, ota-onalardan tabriklayman shu bilan. Madaniyat xodimlaringga bugun ajoyib xizmat qilib keltiringlar. Hammasine rahmet. Yine tedbirlerimiz ertaga ham davom qiladi. Endi her gün bayram endi Xudo xolasa yurtimizda bayram bo'lsin, xonadonlaringizda bayram bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Safardagi bolalarınız omon kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sağ salomat ishi bolalarimizni tarbiyalarini ajoyib qarab, aqlli xushluq o'qishlarga kirsinlar. Shu bolajonlarimizga yaxshi kunlar tilaymiz. Hamma yurtimizda to'y bo'lsin. Rahmet katta. Hakikaten Allah Teala'dan derdine şifa dilep yatkan bemorlarımız var. Endi dert degan narsa yosh sog'lom edi, katta kishi sog'lom edi. Alloh taolo dardidan shifo bersin. Musofirda yurgan inson Alloh taolo safarini bexatar etsin. Kattalar umr bersin, yoshlar baxt bersin. Shemat aslan skitga baraxir, to'g'rimi? Bugun 1-iyunda bugun rasman tushganlar mutaqi, to'g'rimi? Albatta. Ava, bugun 1-iyunda rasman tushganlar mut Shematondan skitga bo'ladi. Tezlashinglar, like bosganlar yana qo'shib berasan. Bo'ldi, like bosgan. Bugun lekin bugun. Salomat bo'linglar. Diydor ko'rishganimizdan xursandmiz. Jo'rata bizlarga kiyim saylanmadi. Bizlar odamlar tashqi qiyofasi kerakmi? Ichda qalbi toza insonlar chiqadi bu ijtimoiy tarmoqlara. Bizlar Shovot tumanimizda madaniyat bo'limida rejissyorlik faoliyat olib borayotgan Jo'ratbek og'amina shu yerda xizmatlar bayramlarda. Qani o'zingizdan bir tilaklaringiz xalqimizga. Bahodir Ro'zmetovning kanallari Instagramda, Shovot yangi hammasida chiqiladi. Bir tushirib bo'lsan sizni. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Hurmatli Shovot ahli, qolaversa respublika ahli. Yana bugun jajji bolajonlarimiz xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan
Savat tuman madaniyat bölümü tomonidan uyushtirilgan katta konsertimiz bo'lib turibdi, hozir davom etib turibdi. Hamma bolajonlarimizni shunday bayramlar bilan tabriklaymiz. Hamisha bolajonlarimizni yuzidan kulgu, tabassum ajralmasin. Ota-onalarning baxtına sağ salomat bo'lsin. Madaniyat bölümü san'atkorlari hamisha sizlar uchun xizmat qilaversin. Shovot ahlini, barcha aholisini bugungi bo'lib o'tadigan katta tadbirimizga taklif etib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Avvalambor shu YouTube kanali kuzatuvchilarına omad tilaymiz. Barchasına rahmat. Bamara sanam sağ bol. Bahadır Rozmetov kanalından omad tilaymiz ishlarini. Hamisha shunday xalqimizni yaxshi kunlarni tasvirga muhrlab, tarixga muhrlab boraversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat usta, salomat. Sizda skidka yo'q axir. Skidka bu? Nav skidka, bayram munosabati. Bayram munosabati bilan nomerni sal uzaytirib beramiz. O'rtaq yana sizlar ham skidka e'lon qilamiz. Bugun birinchi kun emas, o'rtaqlar. Erta ikkinchi kunda mana shu yerda bayram bor. To'g'rimi? Shu sizlar skidka bo'ladi. Shu yerda bayramga keldi. Bayramda hozir to'shni kimga shu noma'lum o'tib, lekin garadonlarda Gulinur, keyin Anukiz Sevinch Ismailova, Gulinur Sevinch Ismailova, keyin ana Mahira Injikmi? Injimi? Ava, yo'q, bellarni o'tib tashlashga kerakmi ekan bellar. Qo'liga ketaveradimi? Jarayona. Avvalambor assalomu alaykum deymiz aziz yurtdoshlar. Bugungi bayram bilan bolajonlarimiz tabriklaymiz. Xudoyim shu bayramlarni ko'p-ko'pini ko'rsin. Yurtimiz tinch olsin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Yurtimiz tinch olsa, shunday bayramlar, to'ylar ko'p bo'ladi. Hammangizga ishlaringiz omad. Sog' bo'linglar. Sherali Jumaboyev, xonanda, Shovot elimizning ajoyib san'atkorlaridan ustozlarning izdoshlari. Omon bo'lgaysizlar, salomat bo'ling. Sizlarga bayram muborak bo'lsin. Hali o'ylanmagan o'sha bayramni tabriklab qo'ydim buni ham. Ben ne yetdi bayramı? Gel şereke oynayayım sana o. Vallahi büyük oyun çıkmaz. Savat tuman madaniyat xodimlari nomidan bütün bolajonlarimizni shu bayram bilan tabriklaymiz. Yana bugungi bayramda Savat tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan uyushtirilgan konsert dasturiga hamma bolajonlarni barchani taklif qilamiz. Sağlıklar, amanlar. Allah. Hanım bir salam aytib bering.